Assalomu alaykum hammaga. Demak, bugungi mavzumiz yurak joylashuvi yoki yurakning skletotopiyasi. Ya'ni yurakda biz bilishimiz kerak bo'lgan joylashuvlar, bundan tashqari klapanlarning joylashuvi haqida va ularni qanday qilib biz o'sha auskultatsiyada eshitishimiz mumkin degan savollarga javob beramiz. Unda boshladik. Xo'p, birinchisi yurakning nisbiy chegarasi haqida gaplashib olsak. Ya'ni nisbiy chegara deganda yurakni tashqi tomondan baholaganimizda yurakni o'pka bilan aloqa qiladigan yoki tuz suyagi bilan bevosita aloqa qilmaydigan joylarini tushunishimiz kerak. Ya'ni yurakni aniq chegarasi sifatida ham qarashimiz mumkin. Ya'ni tashqi tomondan ichki tomondan baholagan, ya'ni yurakni o'zining joylashuvi qanday joylashgan degan savol. Xo'p, bitta rasm bilan ishlaymiz bunda to'liqligicha. Quyidagi rasmda ko'rsatyaptiki, liniyalar berilgan, chiziqlar yuqoridan pastga tortilgan va bundan tashqari o'sha ranglar bilan ajratilgan yurak, qizil hamda ko'k ranglar bilan ajratilgan yurak. Bunda qaraymiz, demak, bu yerda yurakning joylashuvi, yurakda demak nisbatan chaproqda, tuz suyagiga nisbatan. Xo'p, liniyalarni biz oldingi darslarda tushuntirganmiz. Demak, mana shu yurak bo'lsa, tuz suyagining ustidan o'tib ketadigan chiziqda liniya median anterior, tuz suyagining bevosita lateral qirralari tomonidan o'tib ketadigan chiziqni esa liniya sternalis va bundan tashqari parasternalis atrofida liniya media clavicularis hamda liniya axillaris anteriorlarni misol keltirishimiz mumkin ekan. Mana shunaqa liniyalar bor. Endi mana shu liniyalar bo'yicha ishlaymiz. Xo'p, yurakning yuqorigi chegarasi qayerda joylashgan va uni qanday aniqlab olishimiz mumkin degan savolga javob beramiz. Xo'p, yurakning yuqori chegarasi ko'rishimiz mumkin, bu yerda bevosita qovurg'alar orqali ko'rsatilgan, qovurg'alardan ishlaymiz. Yuqori chegarasi. Yuqori chegara bu 3-qovurg'aning yuqori qirrasidan liniya parasternalis dextradan. Mana bitta aytib olay, liniya parasternalis dextradan liniya parasternalis sinistragacha tortilgan 3-qovurg'a yuqori qirrasi bo'ylab. Mana shu demak yurakning yuqorigi chegarasi hisoblanadi. Endi joylashuvini ko'radigan bo'lsak. Xo'p, demak 1, 2, 3. 3-qovurg'aning yuqori qirrasidan deyapti. Yuqori qirrasidan liniya parasternalis dextra bo'ylab chap tomondan xuddi shunaqa liniya parasternalis sinistragacha tortilgan 3-qovurg'aning yuqori qirrasi bo'ylab. Mana shu yurakning yuqorigi chegarasini ko'rishimiz mumkin. Bu yuqori chegara. Endi o'ng chegarasi haqida gaplashsak. Yurakning o'ng chegarasi xuddi shu. 3-qovurg'a tog'ayidan boshlanadi. Liniya parasternalis dextra bo'ylab 3, 4, 5. 5-qovurg'a tog'ayigacha tortilgan liniya parasternalis dextra bo'ylab. Bu yurakning o'ng demak joylashuvi hisoblanar ekan. Keyingi joylashuv. Chap tomonda joylashuv qanday bo'ladi? Xuddi shu liniya parasternalis sinistra 3-qovurg'a tog'ayi bo'ylab 3, 4, 5. 5-qovurg'a tog'ayigacha adashib ketman. 3-qovurg'a tog'ayidan liniya parasternalis dextradan to'g'ridan to'g'ri hamda apex cordis sohasigacha. Apex cordis demak taxminan mana shu yerda joylashgan bo'ladi. Apex cordis. Ya'ni yurakning uchki qismi. Pastki chegarasini ko'radigan bo'lsak, pastki chegara. Demak, xuddi shunaqa 3-qovurg'a tog'ayidan liniya parasternalis dextra sohasiga 5-qovurg'agacha tortildi. O'ng chegara liniya parasternalis dextra bo'ylab. Endi 5-qovurg'adan to apex cordisgacha bo'lgan sohani biz pastki chegara deb ataymiz. Endi yana bitta savol tug'iladi. Xo'p, apex cordis bu yerda bo'lsa, apex cordis biz qanday aniqlaymiz? Apex cordis shunday aniqlanadiki, liniya media clavicularis bo'ylab, liniya media clavicularis sinistra bo'ylab 5-qovurg'alararo bo'shliqdan 1,5-2 sm ichkarida, taxminan mana shu yerda joylashgan bo'ladi. Demak, boshqatdan aytaman. Apex cordis liniya media clavicularis sinistra bo'ylab demak 5-qovurg'alararo bo'shliq orasidan 1,5-2 sm ichkarida joylashgan soha apex cordis deb atalar ekan. Mana shu yurakni demak aniq chegaralari hisoblanadi yoki nisbiy chegaralari. Xo'p, yurakni to'laligicha chegarasi desa ham bo'ladi. Endi yurakda to'g'ridan to'g'ri chegarasi yoki absolyut, ya'ni aniq chegara atrofdagi organlar bilan bog'lanmagan yoki tegishmaydigan soha yoki tush
suyagi ortida ko'rinib turadigan soha. Yani yurak tushini ochgan vaqtimizda o'pka bilan qoplangan qism bo'ladi. O'sha qoplamagan qismini tushunamiz, absolyut chegara yoki to'g'ridan to'g'ri chegara deganda. U qanday aniqlanadi? O'zi juda ham kichkina soha ajratib ko'rsatilgan bo'ladi u yerda. Bunda ko'rishimiz mumkinki, yurakning absolyut chegarasida xo'p, bu yerda ham ko'rsatilgan organlar bilan birgalikda, o'pka bilan birgalikda. Mana yurakda alohida chiziq bilan ajratib qo'yibdi. Bundan tashqari uzuq yo'liq chiziqlarni ko'rishimiz mumkin. Bu ham demak, yurakda o'sha chegarasini aniqlashga hozir yordam beradi. Xo'p, boshladik unda. Bular endi liniya sternalis bo'yicha ishlaymiz bu yerda. Mana tush suyagi uzuq yo'liq ko'rsatilgan. Tush suyagi bu lateral qirrasi bo'ylab, liniya sternalis dextra, sternalis sinistra. Xo'p, aytib ketaman. Yuqori chegara. Demak, yuqori 1, 2, 3, 4. 4-qovurg'a tog'ayidan liniya sternalis dextradan sinistragacha 4-qovurg'a tog'agacha tortilgan yuqoriga chiziq bo'ldi shu. Bu yuqori chegarasi. Endi pastki chegarasi qanday? Pastki chegara 5-qovurg'a tog'ayidan liniya sternalis dextradan processus kspherius asosi. Shunchaki. Endi bu yerda 4-qovurg'a deb o'tirmaymiz. Shunday processus kspherius, ya'ni uchki o'simtaning orqa qismida, asos qismining orqasida joylashgan bo'ladi pastki chegara. O'zi juda kichkina sohada, shuning uchun boya adashib ketibman, 5-qovurg'ada. U nisbiy bog'liq chegarasi, nisbiy chegarasida joylashgan bo'ladi. Endi xuddi shuni chap tomonini ko'radigan bo'lsak, chap tomonida o'sha 4-liniya sternalis sinistradan 4-qovurg'a tog'ayidan o'sha apex cordi sohasigacha joylashgan bo'ladi. Apex cordi sohasiga joylashgan bo'ladi. Uchki qismigacha, yurakda uchki qismigacha. Demak, yuqori chegarani aytdik, o'ng chegarani, past chegarani ham, chap chegarani ham aytdik. Mana shu yurakning to'g'ridan to'g'ri chegarasi, ya'ni bevosita o'pka bilan qoplanmagan qismi hisoblanadi. Endi 3-qismi bu klapanlarning joylashuvi. Klapanlarni birinchidan bevosita qanday joylashganligini bir ko'rib o'tsak. Xo'p, klapanlar valva tricuspidalis bir eslab olamiz. Valva tricuspidalis 3 tabaqali, valva mitralis 2 tabaqali, valva aortalis aortal klapan hamda valva pulmonalis, pulmonal klapanlar joylashgan bo'ladi. 3 tabaqali klapan qayerda, qanday joylashgan degan savolga javob topamiz. Xo'p, yana rasmga qaytamiz. Yurak yuqoriroqda valva pulmonalis, shuning pastrog'ida valva aortalis, keyin sal pastroqda valva mitralis va uning pastida valva tricuspidalislarning joylashganligini ko'rish mumkin. Valva tricuspidalis yoki valva mitralis bo'lsa valva tricuspidalis mana shu yoqda joylashgan bo'ladi. Shunaqa shaklda. Endi shunga ko'ra aytib o'tamiz. Xo'p, valva tricuspidalis 3 tabaqali klapan shunday joylashganki, chap tomondan 4-qovurg'a birikish joyidan to o'sha o'ng tomon 5-qovurg'a birikish joyigacha, ya'ni shunaqa qiyshiq joylashgan. Mana shunaqa shaklda qiyshiq joylashgan bo'ladi. Bu tomonda masalan 4-qovurg'a keladi, bu pastdan 5-qovurg'a joylashgan joy. Endi bu nisbiyroq nisbatan olingan, asosan o'sha tush suyagining orqa qismida. Demak, pastdan chap tomondan 4-qovurg'a birikish joyidan o'ng tomondan 5-qovurg'a birikish joyigacha tortilgan bo'ladi. 3 tabaqali klapan. Endi xuddi shuni valva mitralisni ko'radigan bo'lsak, valva mitralis xuddi shu 4-qovurg'a tog'ayib birikadigan joyda joylashgan bo'ladi. Bu ham endi nisbatan nisbiyroq. Xo'p, endi valva pulmonalis ko'radigan bo'lsak, yuqori tomonda. Valva pulmonalis qanday joylashgan? Valva trunci pulmonalis bu asosan 3-qovurg'alararo bo'sh 3-chap qovurg'aning tush suyagiga birikadigan joyi. Mana yerda 3-qovurg'a joylashgan, 3-chap qovurg'aning tush suyagiga birikadigan joyi. Shuni pastida mitral klapanida shu aortal klapanni ko'radigan bo'lsak, endi aortal klapan bu 3-qovurg'alararo bo'shliqda. Chunki bu yerda 3-qovurg'a bo'lsa, bu yerda 3-qovurg'a bo'lsa, uning pastida 3-qovurg'a bo'shliq bo'ladi, ya'ni chap tomonda. Bu esa valva aortalis esa shu 3-qovurg'a bo'shliqqa nisbatan joylashgan bo'ladi. Hammasi chap tomonga urg'u berilyapti bu yerda. 3-qovurg'a bo'shliq ham, 3-qovurg'a ham. Mana shu yurakda klapanlarning joylashuvi. Endi yurakda bir eshitish nuqtalari haqida gapirsak, eshitish nuqtalari bu klapanlarning joylashgan joyi bilan umuman aloqasi yo'q. Ya'ni ularning beradigan aksenti boshqa joyda eshitiladi, ya'ni tovushi boshqa joyda aks beradi. Masalan, qanaqa?
Demak, valva tricuspidalis klapan, uchta voqal klapanning ovozi processus kspherius asosiga beradi. Processus kspherius asosi. Processus kspherius asosida aks sado beradi ovoz. Ya'ni biz klaplan eshitmoqchi bo'lsak, aynan mana shu joyga, mana shu nuqtaga qo'yib eshitishimiz kerak. Shunday bo'ladi. Xo'p, trikuspidal klapanda. Endi mitral klapandagi qayga beradi mitral klapanda ovoz desak, mitral klapandagi apex cordusda mitral klapanni eshitamiz. U juda ham zo'r, masalan, mitral klapanning apex cordus sohasigacha aksent beryapti. Ya'ni o'sha joyda o'sha haqda ma'lumotlarga ega bo'lishimiz mumkin, eshitib. Valva pulmonaris qayerga beradi desak, ikkinchi chap qovurg'alararo bo'shliqqa beradi. Ikkinchi chap qovurg'a bo'shliq. Linea parasternal sinistra bo'ylab ikkinchi chap qovurg'alararo bo'shliqqa taxminan mana shu yerga ovoz beradi. Endi valva aortalis qaysi tomonga? Linea parasternal dextra bo'lib ikkinchi qovurg'a bo'shliq xuddi shuni o'ng tomoniga ovoz beradi. Mana shunaqa shaklda. Joylashishlari 3-qovurg'ada, lekin aksentlari ikkinchi qovurg'a bo'shliqqacha ham ko'tarilar ekan. Mana shunaqa shaklda. Bu yurakning o'sha joylashuvi haqida va uning eshitish nuqtalari haqida to'liq edi. Endi bu asosan eshitish, bu klinika bilan bog'liq. Endi buni ham aytib o'tyapmiz.